Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lu Kang e'lon qilgan bayonotida norozilik bildirganligini ta'kidlab, Xitoy taraf Kanadaning Ming Wanzhouga zo'rlab tengayotgan atalmish Amerikaga qaytirib berish rasmiyatlariga qattiq norozi bo'lmoqda va qat'iy iroda bilan qarshi chiqamiz deganlarni qayd qildi. Lu Kang Amerika bilan Kanadaning o'zaro jinoyatchi almashtirish kelishimini suiiste'mol qilganligini ilgari surib, mazkur ikki davlatning Xitoy fuqarosiga xohlagancha majburiy tadbirlarni ishga solganligini, shundaqla qonunlik huquqiy va manfaatlarini og'ir darajada oyoq osti qilganligini ta'kidladi. Lu Kang bayonotida buning bir siyosiy voqea ekanligini ta'kidlab, Amerikaning Ming Wanzhouni qaytirib berish va nazoratga olish talabidan voz kechishga, Kanadani bo'lsa, Huawei shirkatining xo'jayinini boldura qo'yib berishga chaqiriqildi. Kanada Federatsiya Adliya Ministrligi tarafidan e'lon qilingan bayonotda Amerikaning Eronga yurgizgan embargolarga buzg'unchilik qilish va soxtapazlik qilish bilan ayblab, Ming Wanzhouni Kanadada nazoratga olgan, ondan 10 million Kanada dollari kapolat puli to'lash badliga qo'yib berganligi, navbatda Amerikaga qaytirib berish rasmiyatlarining boshlanganligi e'lon qilingan edi. Qaytirib berishga aloqador sotda Ming Wanzhouning jinoyat o'tkazgan yoki o'tkazmaganligiga doir qaror chiqarilmaydiganligi, biroq Amerikaga qaytarilgandan keyin deloning Amerika adliyalari tarafidan bartaraf qilinganligi qayd qilingan. Bugun, ya'ni 2 martda Mahmud Qashqari tarbiyalash jamiyati a'zolari Turkiya Qizlay insoniy yordam jamiyati bilan Turkiya Beshir insoniy yordam jamiyatidan iborat ikki cho'ng tashkilot birlashib uyushtirgan xolisona qon taqdim qilish faoliyatiga taklif bilan qatnashib, ularning bu faoliyatiga yaqinda yordamda bo'ldi. Ve bu jarayonda İstanbul Küçükçekmece Belediye Başlığı bilan ayrim suhbatda bo'lib, Xitoy tajovuzchilarining vatanimiz Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga va boshqa millat musulmonlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik, bu joyda yashayotgan musulmonlarni tamoman yo'q qilishdan iborat g'oljirona suiqasdini va chekidan oshgan vahshiy inson qilipidan chiqqan yovuzlarcha zulmini anglatdi. Hamda Türkiye'de yaşayotgan Uyghur qarindoshlarning, jumladan Küçükçekmece Belediye dairesida yaşayotgan Uyghur qarindoshlarning turmush, uy ijara va davolanish qatorliq jihatlardagi qolaysizlik va qiyinchiliklarni hukumat tarafining hal qilib berishini talab qildi. Yaqında Xitoyning Jilin o'lkasi Changchun shahrining sobiq partikom sekretari Wang Junjingning Sharqiy Turkistonga yo'tkab kelinishdagi sababi oydinlashgan. Onun 2 hafta avval tuyuqsiz avtonom rayon partikomining doimiy a'zoligiga yo'tkab kelinishi har xil gumonlarni qo'zg'agan edi. Ba'zilar uning Uyg'ur avtonom rayonlik partikom sekretari Cheng Chuangoning o'rniga o'ltirishi mumkinligini faraz qilgan edi. Lekin Hong Kongdagi Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi GESning 27 fevral xabarida Wang Junjing Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy qonun komitetining sekretari Zhu Hailunning vazifasini o'tkazib olgan. 25 fevral siyosiy qonun komitetining umumiy yig'iniga riyosatchilik qilgan. Zhu Hailun bu yil 1-oyda Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultiyining muavin mudirligiga yo'tkilib, uning o'rni bo'sh qolgan edi. Zhu Hailun 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqlarning yig'ilish lagerlariga qamalishi va izdiraksiz g'oyib bo'lishida asosli javobgarlarning biri deb qaralib, Amerika hukumatining jazolashi talab qilinayotgan shaxs. Amerika Davlat Majlisining a'zolari o'tgan yili Prezident Trumpga xat yozib, uningga embargo qo'yishni talab qilgan edi. Janubiy attiganlik pochtasi GESning xabarida Wang Junjingning vazifasi Sharqiy Turkistonda partiyaning mutlaq rahbarligiga kapolatlik qilish ekan. U 25 fevral o'tkazilgan yig'inda partiyaning siyosiy qonun sifatidagi mutlaq rahbarligiga kapolatlik qilish, partiya markaziy komitetining Sharqiy Turkistonni boshqarish strategiyasini qat'iy ijro qilishni ta'kidlagan. yili Xitoy kommunist qurilganligining 70 yilligi. Kommunistlarning har xil rezil vosita va shakllar orqali xalqqa turli zulm, bostirish, qatlam qilish, buzg'unchilik, kontrol qilish, yo'qotish qilmishlari necha 10 yil davom qilib kelmoqda. Xi Jinping yaqinda o'lka darajalik amaldorlar yig'inda o'zlarining siyosat, ideologiya, iqtisod, fan texnika, jamiyat, sirtqi muhit va kommunistik partiyasining qurilishi qatorliq 7 xil cho'ng xavf-xatarga duch kelayotganligini bildirgan. Masalan, 1949 yili oktyabrda Xitoy kommunist qurilganda mamlakat ichida nihoyat cho'ng qalaymiqanchilik kelib chiqqan bo'lib, o'zaro ichki urush davom qilgan. 1959 yili Xitoy kommunistlari ekstremizm ideyasi bilan cho'ng sakrab ilgirlash harakati qo'zg'ab, ocharchilikni keltirib chiqargan.
hamda Tibet xalqini qonliq bostirgan. 1969-yili Xitoy va sobiq Sovet ittifoqi Jingbao orol urushi, 1979-yili Xitoy va Vyetnam urushi, 1989-yili Xitoy kommunistlarining o'quvchilarni bostirish Tiananmen voqeasi, 1999-yili Falun Gongchilarni vahshiylarcha tutqun qilish, qirg'in qilish voqeasi, 2009-yildagi Urumchi qonliq bostirish voqeasi, shundaqla 4-may harakatining 100 yillik xotirasi qatorliq cho'ng voqealarning xotira yillari. Chet eldagi har qaysi sohalardagi kuzatuvchilarning bildirishicha, Xi Jinping bu 7 cho'ng xavf-xatarning hozirgi Amerika bilan bo'lgan savdo urushining yuqori pallaga chiqqan va ichki ansizlik va sirtqi tajovuzchilikqa uchrayotgan paytga kelganlikdan bekmo ansiraydiganligini qayta ta'kidlab, haqiqiy andisha sabablarini tafsiliy tushuntirgan. Buningdan Xitoy Kommunist partiyasining parchalanishga qarab manganligini ko'rib olg'ili bo'ldi degan.